I Love Shopping kanalining hurmatli kuzatuvchilari, hammangizga xayrli kun. Bugun yana bir nechta zakazlarimiz kelgan. Hozir bir boshdan obzor qilib beraman. Dual Barrier Celimax Dual Barrier seriyasidan gel cleanser zakaz qilingan qizlar. Bu juda ham yengil penka. Yuzi quruq, o'ta ta'sirchan terilar uchun zo'r narsa. Obyomi ham katta qizlar. Bu faqat barrier tiklashga ishlaydi, yuzni o'ta quritib yubormaydi, juda ham yengil tozalaydi. Buni seriyasidan rosa zo'r narsalar kelgan qizlar. Bu safar toneridan ham keldi. Toneridan juda tez zakaz qilaman, juda ham tez tugaydi, chunki nafaqat quruq terilar, balki yog'li kombi terilar ham bemalol ishlatsa bo'ladi qizlar. Zo'r yuzni tiklab beradi. Ayniqsa kislota ishlatayotgan bo'lsalaring, qanaqa niacinamidmi, retinolmi, arbutin shunga o'xshagan narsa ishlatayotgan bo'lsalaring zo'r. Buni kremidan ham kelgan qizlar, barrierni kremidan bemalol kunduzi ham kechqurun foydalansangiz bo'ladigan juda ham yengil krem. Nafaqat quruq ta'sirchan terilar uchun, balki yog'li terilarga ham zo'r tushadi. Faqat mana kislotalar bilan birga ishlatgani. Buni SPF dan ham kelgan qizlar. SPF ham rosa ham zo'r qizlar, har qanday yuzga tushaveradi. Quruq ta'sirchan terilarga degan, lekin bemalol yog'li kombi yuzlarimiz ham maza qilib ishlatishyapti. Chunki juda ko'p ayollarda teri barrierni buzilishi kuzatiladi. Noto'g'ri kosmetikalar ishlatish, noto'g'ri hud qilish oqibatida quyoshda ko'p yurishda barrier qismini shikastlab olishadi-da, yuzga narsa tanlolmay yurishadi. Mana shunaqa paytda 3-4 oy shunaqa barrierni narsalar ishlatib, yuzini tiklab olsa, yana oldingi vazifasini o'tab beraveradi. Endi qizlar, yangiliklardan Numbudindan Nat Plus Pudren zakaz qilganman. Buni toneri bilan essensiyasi kelgan. Qizlar, bu nima? Nat bu terining yangilanishi. To'liq yangilab beradi terini. Bu yerda Pudren ham o'z shu vazifani o'taydi. Pudrenda bilasizlar, baliq DNKsidan olib tayyorlangan bo'ladi. Plus tarkibida 50 ta peptidlar bor. Peptidlar to'liq qarishga qarshi kurashadi qizlar. Ajinlarga lifting effekt beradi. Buni ham toneridan kelgan, hammani essensiyasidan kelgan qizlar. Bemalol ikkalasini olib ishlatsanglar bo'ladi nabor holatda. Mana Dr. G'dan rosa ham ko'p kelgan SPF. Mana shunaqa trio holatdagisidan zakaz qildim. Buni donalab olsanglar bo'ladi qizlar. Donalab men Telegram kanalimga narxini yozib qo'yaman. Dr. G'ni juda ham ko'p klientkalarim bilishadi. Ta'sirchan, yog'li kombi terilarga, tez ugri toshadigan terilarga, ozginaga qizarib ketaveradigan terilarga rosa ham zo'r brend bu. Kremni ishlatgan klientlarim. Bu safar mana SPF dan ham zakaz qildim. Qizlar bemalol olib ishlatsanglar bo'ladi. 4+ bemalol 8 soatga himoya qilib bera oladi. Keyin probiotik keldi qizlar. Bu probiotik 2 oy kutdim. Ancha yo'g'ib ketgan edi. Zakaz qilishga qiynalayotgandim bundan. Koreyan o'zida topish ham qiyin buni. 4 pachka, 5 pachka zakaz qilardim. Bu safar zo'rg'a 1 pachka zakaz qila oldim. Buni ichida qizlar 100 ta bo'ladi. Bu nimaga kerak? Oshqozon sistemasi buzilganlarga, mana misol uchun ovqatni tez hazm qila olmaysiz yoki ichaklarda muammolar bor. Yegan ovqatingizni darrov tashlab kelishingizga to'g'ri keladi. Tez ichingiz o'tadi. Mana shunaqalar uchun zo'r narsa, sababi bu ichakdagi foydali bakteriyalar ko'paytirib beradi probiotik. Misol uchun bolalardagi, yosh bolachalarda ham diareya bo'lsa, siraz probiotik yozishadi. Nimaga? O'sha foydali bakteriyalarni ko'paytirib berib, yeyotgan ovqatni hazm qilib beradi. Ovqatdagi foydali minerallar, foydali vitaminlarni o'sha bakteriyalar olib qoladi. Shuning uchun ham shunaqa probiotik kattalarga ham, kichkinalarga ham juda ham foydali. Qizlar, bundan rosa ham topish qiyin. Ichida 100 ta bo'ladi xolos. Donalab olsanglar bo'ladi. Misol uchun 1 oylik olsangiz, o'zi bir kunda bitta stik yozilgan, lekin 2 mahal ichsangiz ham bo'ladi, faqat ichagingiz o'ta sezgir bo'lmasa. Buni boshida 3-4 kun bir mahaldan ichib sinab ko'rasiz. Ichaklaringiz o'ta sezgir bo'ladigan bo'lsa, siz bir mahal davom ettiring. Agar yo'q, o'ta sezgir bo'lmasa, to'g'ri yaxshi qabul qilsa, 2 mahalda ichsangiz bo'ladi. Faqat och qoringa ichiladi bu. Rosa ham foydasi zo'r. Bundan doimiy klientlar rosa o'rganishgan bunga. Keyin qizlar, mana shu shampundan ham zo'rg'a bir dona zakaz qilib oldim. Bu aptekalarda sotiladigan, bu professionalniy brend shampunidan qizlar. Ditsk shampun bu. Mana bu kichkina varianti bor, katta varianti bor. Buni donalab olsanglar ham bo'ladi. Mana bu kichkinasini alohida, kattasini alohida olsanglar ham bo'ladi. Bilasizlar, bolalarning terisi o'ta ham allergiyaga moyil bo'ladi. Juda ko'p narsalar yoqavermaydi. Ayniqsa kosmetik aromatizatorlar ko'p qo'shilgan bo'lsa,
kimyoviy moddalar ko'p qo'shilgan bo'lsa, darrov terilar reaksiyaga beradi. Bu esa umuman unaqa emas. To'liq gipoallergik testdan o'tgan professional brenddagi qizlar Atopalm juda ham zo'r brend. Bundan o'tgan yil ham juda ko'p sotganman. O'zimda jiyanlarim ham shundan ishlatishadi. Bu ham shampun qizlar, ham gel dush. Bemalol butun tanasiga ishlatsangiz bo'laveradi. Ko'zni achishtirmaydi. Keyin o'zidan keyin qanaqadir shilimshiq modda qoldirmaydi. Terida ham juda ham tez ketadi. Qizlar bundan bir dona kelgan xolos. Zakaz qilsanglar bo'ladi bemalol. Keyin qizlar mana bunaqa yangilik yana feromon zakaz qildim. Qizlar Turkiyaniki bu. Ikki xili bor, ikki xil hidligi bor. Hidi juda ham zo'r ekan qizlar. Buni juda ham ko'p kelgan edi. Sotuvchi qizlar olib ketib qolishdi. Rossa ham hidi zo'r, stoykisi ham kechgacha bemalol turib beradi. Maslini atirlardagiga o'xshab uzoqqa yetadi. Juda ham zo'r, bu yangilik qizlar. Keyin koreyskiy xina so'raganlarga Sidbida mana keldi qizlar. Juda ko'pchilik kraska tahorat o'tkazmaydi, xinaga bo'yashim kerak deganlar uchun mana keldi koreyskiy xina. Bemalol olib ishlatsanglar bo'ladi. Ichida 3 ta bo'ladi qizlar buni. Tarkibi vegan, sostav o'simliklardan tayyorlangan. Hech qanaqa amyaklar qo'shilmagan. Xuddi oddiy xinani qanday tayyorlab ishlatsangiz, buni ham xuddi shunaqa suvga qo'yib tayyorlab ishlatasiz. Sochda turib berishi ham rosa zo'r qizlar. Bundan avval shtuchniy sotiladigan variantni sotganman Sidbini. Hozir shunaqa tayyor variant keldi. Buni bo'lib bera olmayman. Shu holatda olishingizga to'g'ri keladi. Bundan hozir medium jigarrang kelgan, o'rtacha jigarrang rangi kelgan, keyin dark brown kelgan. To'q jigarrangi kelgan qizlar mana. Ikki xil svet kelgan xolos. Bundan ham bemalol zakaz qilib olsanglar bo'ladi. Davolovchi antiperspirant keldi qizlar. Pushtisidan ham, ko'kidan ham keldi. Bu juda ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Ko'k o'g'il bolalarga, pushti qizlarga deb. Yo'q, unaqa emas. Mana bu pushtisi ta'sirchan terilarga tushadi. Mana bu ko'ki rang teri tanlamaydi, ketaveradi, lekin o'ta sezgir, o'ta ta'sirchan teri bo'lsa, mana shu pushtisini tavsiya qilaman qizlar. Bundan ham keldi. 100% garantiya bu terlashni qoldirishga, faqat buni sistema. Men o'zim aytaman qanday ishlatish kerakligini. O'sha sistema bo'yicha surtalsa, Rossmann effektini beradi. Keyin yana yangilik qizlar, bu safar rosa yangiliklar ko'p. Izezi brendidan mana shunaqa Pediren booster zakaz qilganman, ampulla. Pediren bo'yi aytdim, shu to'liq terini yangilashga yordam beradi. Ayniqsa vitamin C, dog'larga kurashayotgan qizlar bo'lsa, zo'r ishlab beradi. Bu juda ko'p dog'ga nabor teri berganimda albatta tarkibida Pediren ham bo'ladi. Sababi yuz kislotalardan charchaydi-da, shuning uchun shunaqa Pedirenlar bilan yuzni qayta tiklab turish kerak. Bu ham yangi brend, yangilik qizlar. Bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi bundan ham. Keyin mana Lagom kremi qolmagandi. Mana shu chuqur namlantiruvchi kremi anchadan beri kelmayotdi qizlar. Mana keldi. Juda ko'p zakaz qilganman bundan. Bemalol zakaz qilib ishlatsanglar bo'ladi. Quruq terilar shunaqa maza qilib ishlatishadi. Mana shu Lagomda chuqur namlantiruvchi kremini. Umuman yuzga allergiya bermaydi. Juda ham chuqur namlab beradi terini. Qizlar shunaqa mazza qilishadi, ishlatganlar ko'p maqtashadi, bundan keldi. Keyin Biahildan doimiy sotadigan brendim bu. Biahildan ampulla qolmaganida 3D lifting effekt beradigan ampulasi qolmaganida keldi bundan ham qizlar. 30 yoshdan yuqorilarga tavsiya qilaman buni, chunki ajinlar bilan kurashadi. 30 yoshdan keyin organizmda kollagen miqdori kamayishni boshlaydi, yuz osilishni boshlaydi. Umuman tirishlar tushishga juda ham moyil kuchayib ketadi yuzda. Shuning uchun profilaktika uchun shunaqa lifting kremlar ishlatib yurishingiz kerak. Men tavsiya qilaman qizlar. Biahilni doimiy sotganman. Ishonchni qozongan brendlardan biri. Mana bu kremidan ham qolmagan edi. Bundan ham keldi qizlar. Sotuvda toneri bor, SPF bor, ko'z kremlari bor. Bemalol zakaz qilib olsanglar bo'ladi, terdirib olsanglar bo'ladi. Keyin qizlar mana bunaqa Anuadan mini gidrofilka keldi. Mini gidrofilkalar juda ko'p sotiladi menda. Sababi haligi har zamonda makiyaj qiladiganlar uchun katta ob'yomli gidrofilkalardan ko'ra shunaqasini afzal ko'rishadi. Bular har zamonda makiyaj qiladiganlar uchun yoki u yoq bu yoqqa sayohatga ketganingizda yoki biror kimnikiga aylangan ketganingizda shunaqa mini narsalar ko'tarib olsangiz juda ham yaxshi. Ishlatishga ham qulay, olib yurishga ham qulay. Narxi ham juda hamyonbop chiqadi bularning qizlar. Bulardan ham keldi. Qizlar, bugungi kelgan tovarlar, produktlarning hammasini opisaniyalari, narxlari bilan
Telegram kanalimga qo'yaman. Bemalol o'tib lichkadan zakaz qilsanglar bo'ladi. 12 ta viloyatga EMU va BTS pochtalaridan chiqarib bera olaman. Qolgan pochtalar bizga ancha uzoq, shuning uchun menga to'g'ri kelmaydi u. BTS yoki EMU pochtadan 12 ta viloyatga dastavka chiqaramiz.